100 marotaba o'qiydida bitta xatm bo'ladi. Ya'ni qo'lini duoga ochib, Alloh subhanahu va taolodan Allohim shu o'zingni shofi isming, shifoni sen berasan Parvardigor, boshqa kimdan so'rayman shifo. Assalomu alaykum hurmatli qadri baland, qadrdon obunachilarim. Barchalaringizga yaqinlashib kelayotgan Eid Ramazon, Hayit bayrami muborak bo'lsin. Alloh taolo bu kunni barcha yaxshiliklaridan, rahmat va barokatlaridan umrimizga, rizqimizga, mol-jonimizga, xonadonimizga, bemorlarni dardlariga shifo bo'lib yog'ilishligini Alloh nasib aylasin. Bu yurtga shunaqa bayramlar, shunaqa xursandchiliklar, shunaqa bir-birimizga yaxshi tabriklar yarashadi. Alloh taolo osmonimizni davri qiyomatgacha musaffo bo'lib turishligini nasib aylasin. Tinchlik doim ustimizdan hukmron bo'lib turishligini Alloh nasib aylasin. O'tgangi bir videomizda jigarga shifo bo'ladigan bir Allohni ismi sifatini gapirgan edim. Ya'ni An-Nafi' ismini. Mana qisqa fursat ichida bu videomizni 31 ming odam eshitibdi, ya'ni ko'ribdi. Shundan 1794 ta odam like bosgan, ya'ni ma'qullagan. Hammanglarga rahmat. Avvalo aytaman, hech kim kasal bo'lmasin, hech kim og'rimasin. Bunaqa ismi sifatlarni yaxshiliklarda zikr qilib yurishligini Alloh nasib etsin. Mana shu videomizni ko'rish mobaynida ko'p savollar kelgan. Domla, yurakni davosiga ham bir duolar bormi degan takliflar ko'p bo'lgan. Shuni inobatga olyapman. Shuni inobatga olib, Alloh taoloning asmoi husna, ya'ni 99 ta ismi sifatlaridan bitta ismlari aynan yurak dardiga shifo bo'ladigan ismi bor, ismi sifati. Bu ismi Shafi. Shafi. Ya'ni ma'nosi shifo berguvchi. Agar yuragida xastaligi bor odam, yuragi siqiladigan, yuragi bezovta bo'ladigan odam shu Shafi ismini har kuni 100 marotabadan o'qib yursa, ya'ni vaqt topganda o'sha yuragini ustiga qo'lini qo'yib, ya Shafi, ya Shafi, ya Shafi 100 marotaba o'qiydida bitta xatm bo'ladi. Ya'ni qo'lini duoga ochib, Alloh subhanahu va taolodan Allohim shu o'zingni shofi isming, shifoni sen berasan Parvardigor, boshqa kimdan so'rayman shifoni? Menga shifo bergin. Shu ismni sababidan, mana shu ismni hurmatidan menga shifo bergin deb duo qilasiz. Inshaalloh shifo bo'ladi. Yana asosiy narsani eslatib qo'yay. Bu ism sifatlar, yuqorida aytdim, An-Nafi' ismini men o'qib yurganman, jigarim ustiga qo'limni qo'yib o'qib yurganman, lekin sabablarni ham qidirishlik kerak. Sabablar, bu ma'naviy shifo bu. Masalan, mana shuni o'qisam bo'ldi, kardiologga ko'rinmayman, dorilarni ichmayman degani emas. Kardiologga ko'rining, muolajangizni oling, parhez degan bo'lsa parhezlarni qiling. Bu ma'naviy shifo. Ya'ni xotirjam uyga yotganingizda, uyingizda yoki siz vaqt topganingizda shu duoni ham o'qib turing. Masalan, bitta narsani hech ham esdan chiqarmanglar. Davomiy qilinayotgan duolar albatta shifo bo'ladi. Masalan, sportchi maqsadiga erishishlik uchun nima qilishlik kerak? U kun-tun trenovka qilish kerak, kun-tun mashq qilish kerak, ustidan ishlash kerak. Keyin natijaga erishadi. Bir oy zarga borib, shug'ullanib qo'yib yoki 2 oy toqqa borib yugurib qo'yib tashlab yuborsa, u yulduz bo'la olmaydi, u maqsadiga erisha olmaydi. U doim tanani chiriqtirib borish kerak. U doim sport bilan muntazam shug'ullanishlik kerak. Murabbiyisini aytganiga itoat qilishlik kerak, ko'rsatmalarni qilishlik kerak. Keyin natijaga erishadi do'stlar. Présentant l'Ouzbékistan. Esini taniganidan, shu narsaga fikr uyg'onganidan boshlagan trenovka qilishlikdi. Mana natijada eng oliy maqomga erishdi mana bular. Shuni singari bu ism sifatlari ham, ya Shafi, An-Nafi' ismlari doim o'qilib kelishlik kerak. Doimiy sizni hayot tarzingizga kirib ketishlik kerak bu. Ozgina o'qib qo'yib, shifo bo'lmayapti, rasa qo'limni qo'yib yotdim, bo'lmadi deb tashab qo'ymaslik kerak. Ya Shafi deb har o'qiganda 100 martadan o'qib,
Xudodan shifo so'rasa, mana shu yurakni davosi Xudo xolasa. Yana so'zimni oxirida aytaman, bizni Shifo karvoni Medical Turizm qonuniy firma, agar doktor sizga xulosa berdi, jigaringizda yoki buyrakingizda yoki oshqozonda onkologiya kasallar, buni operatsiya qilib yoki Hindistonga borib muolaja qiling degan fikr uyg'onib qolsa, mana bizda ya'ni qonuniy firma bor. Kelib bizga murojaat qilsangiz, biz sizga tavsiya beramiz. Hindistondagi doktorlar yurak bo'yicha, jigar bo'yicha, buyrak bo'yicha, onkologiya bo'yicha hamma doktorlar bilan bizning shartnomamiz bor. Yana bir narsani aytaman. Biz davolamaymiz. Ya'ni biz vrach emasmiz, biz tabib, professor emasmiz. Faqat boshdan o'tgan tabib. Sizga tavsiyalarni beramizda, agar borish istagi sizda tug'ilsa agar, transfer xizmatlarini ko'rsatib, borib kelishingiz, qulayliklar, u yerda kutib olishi, gastnitsalarga joylash, klinikalarga joylash, ya'ni gidlar xizmat qilishligi sizga hammasi bepul, beminnat xizmat qilishadi. Bu firmamizni mana shu vatanda yashayotgan bemorlarga yengilligi va davlatimiz tomonidan qulayliklar bor. Mana shu qo'yilayotgan nomerlar shaxsan o'zimning telefon nomerlarim. Agar sizda quyidagi kasallardan muammo bo'lsa, aloqaga chiqing, biz sizga Xudo xolasa tavsiya qilamiz.